Hammaga salom, obunachilar. Sizlar bilan bugungi video roligida Marko Lego Evo kanali. Men hozir Evoga 10 ta savol beraman. Turg'izib olib, betini yumagan bu bala. Voa, turdim. Marko nechi bo'ldi soat? Najlar uyliq qilyapsizlar, domlachilar, mayli. Yana bir gap. Bugungi video roligimda menga Marko 10 ta savol beraman. Davay. Birinchi savol. Siz YouTube'ga kelishingizga nima maqsad bo'lgan? Men YouTube kanal ochishimga Tezno Play yordam bergan. Men motivatsiya olganman. YouTuber, masalan, Artifact, Gayzolardan motivatsiya olganman. Sizda nimaga ko'p kishilar yaxshi o'ynay olmaysiz deydi? Men Minecraftni yaxshi o'ynayman. Men ko'proq avval siz nechta chitni bilasiz? 3-savol. Men bir 50 talarcha, 25 talarcha chit terib o'ynaganman Minecraft eng ko'pi. Aha, mayli. Keyingisi. Yoshim 17 yoshda. Aha. Tak, nima savol? Da. Ismimga kelayotgan. Uyingizga Wi-Fi bormi? Albatta bor. Men ismim. Sizning hozircha tavakkalcha nechta like bor? Tavakkalcha bir 500 tala bo'lsa kerak. Men obunachilarim, zo'r obunachilardan. Obunachilar, meni videolarimga like va asablarim shuncha videoga vaqtim ketguncha like va podpisatsiya va obunani bosing. Video qaytamizmi? Давай, let's go. Короче, hamta savol. Asl ismim Tak. Siz yana savol bersam ekan. Tak, hozir mayli undashlar sanamagan ekanman. 4 ta savol deymiz. Aha. Siz Minecraftda o'zi nima uchun o'ynaysiz? Men Minecraftda birinchi boshlaganimda Craftsman o'ynab boshlaganman. Nechalarimizda do'stlarim Craftsman o'ynashgan. Masalan, Tezno ismli Sizga kim Minecraft tortib bergan? Meni Ultimate Games do'stim. Yaqini Ultimate Games zo'r kanal, obuna bo'lamiz. Meni jigarim menga Minecraft tortishni o'rgatgan. Shuni kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. 5-savol. Yana bir gap. Obunachilar, yaqinda biz Ultimate Gamer bilan video boshlaymiz. U yaqinda kelgan. Obunachilar, video roligimni ko'rib like va Ularga 6 xos savol bo'ldi. Aha. Minecraft nimada necha yildan beri o'ynaysiz? 7-savol. Minecraft 5 yildan beri o'ynab kelamiz. Speedrun ketganman. Nimaga siz Duqavis ko'rmaysiz? 8-savol. Men Duqavis ingliz youtuberlarni emas, men Technoblade qiziqaman. Technoblade menga yoqadi. Masalan, Dream, Technoblade, Dream. Sizga yoqadi. Men uchun Technoblade zo'r. Yo, chekachamiz. Homdashlar yaqin savol bersak. 7-savol. Ismimga kelayotgan bo'lsak. Tak, isming yo'q. Tak, bu shaxsiy. Tak, ismingiz kim? Ismim hozir aytaman. Amir Akbarshoh. Shu ismni ham ichida shuncha o'ylayman. Ay, ko'sibas. Obunachilar, men ismim Akbarshoh, familiyam Familiyangiz demayli. Familiyamni aytish uchun keyinroq boshqa savol. Eng 10-savolda aytaman sizga. Davay, let's go. Umuman zombilar chiqmayapti omnashlar. Tak. Agar mana shu videoni aslan ko'rayotgan bo'lsa, meni senda gap meniki qayerdan mirno qiladi. Tak, mana shu o'tkazsan, shu nastroy qilasan, bilasan. Meniki men normal qilaman, sen mirno qilasan. Xohlasangiz menga 20 ta savol berish mumkin. Obunachilar, bizning maqsadimiz Nezerga borish hozirgi videoda. Biz menga mana shu video davomida bu Nezerga borguncha menga savol bering. Obunachilar, bizda zo'r ideya va 10 ta savol tugaku. Shunga davay bunday qilamiz. Dedim, bunga Minecraftdan savol beramiz. Minecraft qachon yaralgan? 2009-yil yaratilgan. Uni kim yaratgan? Notinch ismli bir kishi. Aha, video davomida berib boshlaymiz. O'ylabman. Ha, yana bir gap. Minecraftning necha ming odam o'ynaydi?
Minecraftni juda ko'p odam o'ynashi aniq. Aha, keyingi savol. Tak, nima bo'ldi o'ylam. Tak, men Minecraftni yaratgan bo'ldi berdim. Cho'chqa nima sababdan yaralgan? Cho'chqa Creeper demoqchi. Creeper cho'chqa tarafidan. Obunachilar hozir eshitganlar ko'chada bizni kimdir chaqirgan ekan. O'sha kuchayib. Savollaringizni bering Marko YouTube. Mikrofon qarshida savol. Tak, obunachilar sizlar uchun manki. Sizlar hech qachon meni obunasiz ko'rasizlar. Obunachilar videolar. Davay tezroq obuna bo'laylik. Hozir to'xtatay obunachilar bu chizganimdan aytamanki. Buna bo'lib like bosamiz manki obunachilar. Keyin tezroq mana shu obuna, mana bu like, mana bu ikkalasiz, mana bosamiz, mana bu obuna bo'ling. E'tibor geda. Qaytaylik endi. Davay video qaytamiz deyapti. Qo'y, o'zi ovqat o'z oyog'i bilan keldi. Ya, obunachilar bu nimaga? Menga savol Menimcha bu berishni Davay. Aha, Minecraftdagi eng kerakli blok. Yer. Nimaga? Yer orqali daraxt. Daraxt bo'lsa kerak deb o'ylayman. Davomlashlar to'g'ri, lekin yersiz qayerga ketamiz? Bambu hozirgi versiyalar bambudan nimada versiyaga yasab bo'lmay, avval versiyadan keyin bambuga yasab bo'ladi. Hamma bu versiyamda. Lekin bambuga ham tosh tegadi. Ammo yer omlashlar to'g'ri deymiz. Kuchli daraxt deylik. Aha, temirdan nechta narsa yasasa bo'ladi? Juda ko'p. 89 34 ta narsa yasab bo'lishi kerak. Taxtadanchi? 32 ta. Yo'q, nishlar bilekin. Obunachilar. Sizlar nima ekanligini bilmasdan ko'ryapsizlar. Obunachilar o'ylab, voy zombi obunachilar. Qarang, men ikkiga hozir urushib o'taman. Yutqazsam davay, kanalga like va obuna bo'lsangiz, yo'qmi? Bu cheaterga qarshi bir kishi. Voy ikkiga bu. Men chekichaman. Sizlar esa tabii su zombiga aylantirmaymiz. Bittasi ketdi. Obunachilar, savol degan hammaga xayr. Obunachilar, sizlar bilan